Bu kutubxonamiz. Assalomu Kutubxonamiz mudiri Irodaxon. alaykum. Yaxshi, rahmat. Bu yerda kitoblarni kelib olib ketish ham mumkinmi yoki kelib o'qishlari keyin topshirib ketishadimi? Qanaqadan? O'tirishadi ham, keyin o'zimizning kutubxonamizga joylab o'tiradi. Nechta o'quvchi keladi bir kunda taxminan kitob olib ketish yoki kelib o'qishga? 30 ta 40 tacha keladi. Bolalarni tashqi muhitdan ko'proq himoya qilganligimiz uchun bolalar deyarli bo'sh vaqtini o'zi yo'q. Mana shu ozgina bo'sh vaqtida ham mana shu kutubxonaga kelib kitob o'qib foydalangani o'ziga qulay bo'ladi. Chunki bo'sh vaqti yo'q, kitob o'qishga yoki chiqib bekarda yotish kerak bo'ladi. Bekarda yotgani ularga biz ruxsatlaymiz, yo'l qo'ymaymiz. Bu yerda tarbiyachilarimiz bor, boshqa bor. Qo'shimcha to'garaklarimiz ham bor. Bu yerda musiqa to'garaklarimiz ham tashkil qilingan. Haftada 3 kun adashmasam keladi to'qimga. Qanaqa musiqa instrument chalishadimi? Mana ko'rib turgan mana shu instrumentlardan hammasi o'zlari cholib. O'qituvchilar xonasida anaqamiz ham bor, pianinamiz ham bor. Ya'ni faqat mashg'ulot emas, balki shunaqa madaniy xorda ham madaniy xorda qilinadi. Birinchi o'rinda yetuk O'zbekistonga kadr mutaxassis qilib yaratishimiz faqat hali chempion emas. Nimaligari? Aqli yaxshi ishlamaydigan sportchidan baribir yaxshi sportchi ham chiqmaydi. Qancha o'zi bilimli, kuchli bo'lsa, u vaqtincha sportchi ham kuchli bo'ladi. Shuning uchun bizda bilimiga ham, odob axloqiga ham o'ta qattiq qaraladi.